Xo'sh, ovoz kelyaptimi? Xo'sh, unda boshladik. Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan logaritm funksiyasi va tenglamalari mavzusini o'tamiz. Kecha biz sizlar bilan logaritm xosini o'tgan edik. Bugun juda ham kerakli mavzu logaritm. Xo'sh, unda boshladik. Bizga logaritm a asos ko'ra b berilgan bo'lsa, bu yerda a bizga asos vazifasini bajaradi. A asos bo'ladi. B esa ko'rsatkich bo'ladi. Ko'rsatkich vazifasini bajaradi bizga. Endi bizga masalan y teng logaritm fx asos ko'ra jx berilgan bo'lsa, fx logaritmning aniqlanish sohasi bor. Bu aniqlanish sohasi bizga birinchi holatga jx ni ko'rsatkichni noldan katta bo'lishi kerak va keyingisi fx asosi ham noldan katta va asos 1 ga teng bo'lmasligi kerak. Buni esdan chiqarmaylik. Xo'sh, endi bizga masalan buni bilib oldik. Ko'p holatlarda masalan logaritm fx asos ko'ra jx beriladi. Shuning aniqlanish sohasini toping desa, shu shartlardan foydalanamiz. Xo'sh, masalan bizga birinchi holat deymanda y teng logaritm a asos ko'ra x bergan bo'lsin. Bu funksiyamizning grafigi qanaqa bo'ladi? Xo'sh, chizib olsak. Chizib olamiz. Birinchi grafik funksiyamizni yaratib olib. Endi bizga bu y, bu esa x. Endi bu funksiyamiz logaritm a asos ko'ra x qachon bizga 0 ga teng? Bu holatimiz bilamizki x teng 1 bo'lgan holatda y teng logaritm a asos ko'ra 1 bu bizga 0 ga teng. Chunki a ning 0-darajasi 1 ga tengligidan bundan 0 chiqadi. Bu funksiyamiz faqat mana shu holatda bir nuqtadan o'tadi va shart beramiz, agar a 1 dan katta bo'lsa funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. O'suvchi. Bu funksiyamiz o'suvchi bo'lsa, grafikimiz mana bunday holatda bo'ladi. Shu bir nuqtadan o'tib, bizga shu y o'qiga yaqinlashadi, lekin y o'qini kesib o'tmaydi. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi keyingi holatimiz, ikkinchi holat deyman. Agar misol ko'rinishda ko'rsak, masalan a 1 dan katta holatda, masalan logaritm 2 asos ko'ra, masalan x. Shuni grafikini bir ko'rsak. Xo'sh, buni qiymat berib chizib ko'ramiz. Buni x, buni y desam, birinchi holatga x ga men 1 bersam, buning qiymati 0 ga teng bo'ladi. 2 bersam 1 ga teng bo'ladi. Masalan 4 bersam, bu menga 4 qo'ysam 2 ga teng bo'ladi. Chunki 4 qo'ysam 4 bizga 2 ni kvadrati keladi. 2 olib tushsa 2 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi agar 1/2 bersam, bunga -1 ga yaqinlashadi. Xo'sh, buni endi grafikini chizsam. Grafikini chizib olsam. Xo'sh. Bu bizga y o'qiydi, bu x o'qiydi. Endi nuqtalari 1 va 0. Bu yerdan 1 ni olsam 1 va 0, mana shu nuqta. Keyingisi 2 va 0, 2 va 1 ekan. Mana bir nuqta. Mana bu nuqta ekan. Keyingisi 4 va 2 ekan. 4 va 2 mana bu nuqta.
Endi 1/2 mana bu yerda 1/2 da bizga -1 ga teng ekan. Mana bunga teng. Endi buni grafikini chizib olsam, grafikimiz mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi bizga logaritm 2 asos ko'ra x ning grafigi. Xo'sh, endi buni ko'rdik. Logaritm asosi 1 dan katta bo'lgan holatni ko'rdik. Endi bizga masalan y teng logaritm a asos ko'ra x. Bu holatda endi a asosimiz 0 u 1 oraliqda bo'lsa, bu grafikimiz, buning grafigi kamayuvchi bo'ladi. Kamayuvchi bo'ladi. Chiqarmaylik. Buni grafigini chizsam. Chizib olsam, mana bu yerdan funksiya yaratib olamiz. Mana. Xo'sh, endi bu bizga y o'qi, bu esa x o'qi. Endi qachon bu logaritm a asos ko'ra x'imiz 0 ga teng. Bu holatda y teng faqat logaritm ani x o'rniga 1 ni qo'ygan paytda menga 0 ga teng bo'ladi. X 1 nuqtani kesib o'tar ekan, mana bu nuqta 1. Endi bizga kamayuvchi bo'lishi uchun grafikimiz mana bunday holatda o'tadi. Y o'qini kesib o'tmaydi va y o'qi yaqinlashadi va bizga kamayuvchi funksiya bo'ladi. Misol qilishda ko'rsak, masalan, bizga y teng logaritm masalan 1/3 asos ko'ra x grafikini ko'ramiz. Xo'sh, bunga qiymat berib ko'raman birinchi navbatda. Xo'sh, navbat bersam x u y deb yozib olsam, x o'rniga masalan men 3 ni qo'ysam -1 bo'ladi. Keyingi holatga agar 1 ni qo'ysam 0 ga teng bo'ladi. Keyingi holatga 1/3 ni qo'ysam 1 ga teng bo'ladi. Yoki 9 ni qo'ysam menga -2 ga teng bo'ladi. Chunki 9 ni qo'ysam menga y teng logaritm 1/3 asos ko'ra 9 ham men 1/3 ning -2-si desam bo'ladi. Bu -2 olib chiqadi. Buni qiymati -2 ga teng bo'ladi. Endi buni grafigini chizib olsam. Xo'sh, funksiyasini mana bu nuqtadan o'tar ekan. Xo'sh, endi mana bizga y o'qi esa x o'qi bilamiz. Endi 3 u -1 ekan mana bu nuqta. Mana bu nuqta bo'lar. Keyingisi 1 u 0. 1 u 0 nuqta mana bu nuqta va 1/3 u 1 nuqta. Mana bu nuqta. 9 u -2. 9 u -2 bizga mana bu yerdan olsak bo'ladi. Mana shu nuqta. Endi grafikini chizsak buni, mana ko'rinib turibdi, mana bunday holatda o'tadi. Y o'qini kesib o'tmaydi. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bizga y o'qini kesib o'tmaydi, mana shunday yaqinlashib keladi. Bu bizga endi kamayuvchi bo'ladi. Endi buni qiymatlar sohasi, aniqlanish sohasi qarasak 0 dan cheksizlikka ketyapti. 0 dan cheksizlikkacha aniqlanish sohasi bo'ladi. Qiymatlar sohasi esa, minus cheksizlikdan cheksizlikkacha bo'ladi. Bizga aniqlanish sohasi va qiymat sohasi. Bu qayerda ham yozsak, bu ham bizga qiymatlar sohasi minus cheksizlikdan cheksizlikkacha va aniqlanish sohasi esa 0 dan cheksizlikkacha yaqinlashadi. Xo'sh, endi buni ko'rdik. Logaritm qachon bu bizga funksiya o'suvchi, qachon Xo'sh, bu funksiyamizni grafikini chizing desa, grafikini shakllantiramiz. Birinchi navbatda biz mana bu ko'rsatkichini x + 1 ni aniqlanish sohaga olib qo'yamiz. X + 1 bizga
noldan katta bo'lishi kerak. Bu bizga x katta minus 1. Bu nimani anglatadi? Biz x ga minus 1 dan katta qiymatlarni qo'yishimiz kerak ekan. Xo'sh, birinchi navbatda funksiya chizsak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, endi bizga bu y, bu x. Endi minus 1. Buning qiymati qachon y ni minus 0 ga kesib o'tadi? Bu bizga faqat x teng 0 bo'lgan holatda bizga logaritm 2 asos kura 0 ga 1 qo'shsam 1, buning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Bu bizga x teng 0 bo'lgan holatda y-imiz qiymati 0 ga teng bo'lar ekan. Mana bu nuqta bo'lar ekan. Endi bu bizga minus 1 dan katta bo'lishi kerak. Minus 1 nuqtani belgilab qo'yamiz. Minus 1 nuqta mana bu yerda, mana shu nuqtadan bizga o'ng tarafda bo'lishi kerak. Chunki mana bu holatlar manfiy, chap tarafdagi shu holatlar kesib o'tmasligi kerak. Minus 1 dan o'ng tarafda joylashishi kerak. Endi bizga 0 nuqtadan o'tar ekan, funksiyamiz mana 2 1 dan katta, bu bizga funksiyamiz o'suvchi bo'ladi. Endi buni grafikini chizsam, grafikimiz mana bunday holatda o'tadi. Mana minus 1 nuqtani kesib o'tmasdan mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Funksiyamiz endi o'suvchi bo'ldi. O'suvchi. Endi buni qiymatlar aniqlanish sohasi minus 1 dan, endi minus 1 dan boshlanadi, minus 1 dan cheksizlikgacha. Endi qiymatlar sohasi esa minus cheksizlikdan cheksizlikgacha bo'lyapti. Xo'sh, endi bu holat ko'rdik, logaritm bizga shunaqa holatda berilishi mumkin. Logaritm bizga funksiyani aniqlanish sohasi yoki qiymatlar sohasi, funksiya o'suv kamayuvchilikka tekshiring, shu holatda berilsa, shunaqa grafikini chizib ishlashimiz kerak ekan. Xo'sh, endi bizga masalan y teng logaritm 2 asos kura modul osti x bergan bo'lsa, qani buni grafikini chizib ko'ramiz. Buni grafigi birinchi holatda modul osti x imiz o'zi birinchi qiymat berib ko'ramiz. Funksiyani grafikini chizib olamiz. Chizib olsak, xo'sh, endi bu bizga y, bu esa x bilamiz. Xo'sh, agar x ga musbat qiymatlar bersam, 1, mana bu yerdan biz 2 ni olib, bu yerdan 4 ni olsak, masalan 1 bergan paytim bizga logaritm 2 kura 1 0 ni beradi. Mana bu nuqta. Keyingi holatimiz 2 bersam, logaritm 2 kura 2 u bizga 1 ni beradi. Mana bu nuqta. 4 bersam bu 2 ga teng bo'ladi. Mana bu nuqta bo'ladi. Buni grafikini chizib olsam, grafikimiz mana bunday holatda o'tdi. Endi buni musbat qiymatlar berib oldim. Endi manfiy qiymatlar, chunki modul osti manfiy qiymatda ham bizga bilamiz musbat qiymat chiqadi logaritmdan, modul ostidan. Xo'sh, endi bu yerdan biz minus 1 ni olsak, bu 0 ga teng bo'ladi. Minus 1 dan modul 1 ga teng. Logaritm 2 asos kura 1 bizga 0 ga teng bo'ladi. Mana bu nuqta. Endi 2 ni olsak, minus 2 ni olsak, minus 2 logaritm 2 asos kura 2 u bizga 1 ni beradi. Mana bu nuqta bo'ladi. Endi 1 taqsim 2 ni qo'yib olsak, minusdan 1 taqsim 2 ni qo'ysak, bu bizga minus 1 taqsim 2, 1 taqsim 2 ni beradi. Bu yani logaritm 2 asos kura 1 taqsim 2 minus 1 ga teng. Xo'sh, mana bu nuqta. Endi buni grafikini chizib olsak, endi buni grafigi bu tarafda mana bunday ko'rinishda bo'lyapti. Funksiyamiz mana grafiga ikkalasi bir xil, faqatgina bittasi bu tarafdan o'tgan o'suvchi, ikkinchisi bu tarafdan kamayuvchi bo'lib o'tyapti. Endi buni aniqlanish sohasi qanaqagacha? Minus cheksizlikdan 0 gacha olib kelyapti va 0 dan cheksizlikgacha davom etyapti. Endi qiymatlar sohasi minus cheksizlikdan plus cheksizlikgacha olib kelyapti. Mana bizga aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasi kelib chiqadi.
Funksiyamiz shular edi. Mana biz ko'rdik. Endi logaritm tenglamalariga o'tsak, bo'ladi. Yozamiz logaritm tenglamalar. Logaritm tenglamalar, masalan, bizga logaritm masalan a asos ko'ra fx teng b berilgan bo'lsin. Shu tenglamani yeching. Xo'sh, bu holatda biz fx ni yozib olamiz va mana bu bizga a, mana bu b bilan o'rni almashadi. Mana bu b a ning darajasiga kelib chiqadi. Bu yerdan endi fx ning a darajasiga b bo'lib qolar ekan. Bu holatimiz birinchi tenglamani yechish. Ikkinchisi, masalan, bizga logaritm masalan a asos ko'ra fx teng logaritm masalan a asos ko'ra jx berilgan bo'lsa, bu tenglamamizni yechishda birinchi holatda fx ni jx ga tenglab olamiz va fx logaritm asos ko'ra fx dan va logaritm asos ko'ra jx dan aniqlanish hisobga olamiz. Bu bizga fx katta 0 bo'lishi kerak va jx 0 dan katta bo'lishi kerak. Mana bu holatlarni ishlab qo'ysak, tenglamamiz yechilgan bo'ladi. Xo'sh, uchinchi logaritmlik tenglamamiz masalan logaritm fx emas jx deylik shuni. Xo'sh, f logaritm jx asos ko'ra fx teng masalan bizga qanaqadir b berilgan bo'lsin. Bu holatimizda mana bu birinchi tenglamamizga o'xshab ketadi. Bu bizga fx teng jx darajasiga b bo'ladi va jx dan aniq hisoblaymiz. Asos bizda 0 dan katta bo'lishi kerak va asosimiz 1 ga teng bo'lmasligi. Mana bizga tenglama yechishda shu shartlar kerak bo'ladi. Masalan, ko'rsak, masalan bizga kelishi mumkin logaritm 2 asos ko'ra x plus 3 teng masalan 4 ko'rinishidagi tenglama berilgan bo'lsa. Bu tenglamamizga birinchi navbatda x plus 3 ni yozib olamiz. Mana bu bizga birinchi tenglamamizga o'xshab ketyapti. Logaritm a asos fx teng b bo'lsa, bu bizga fx teng a ning birinchi darajasi bo'lar ekan. Xo'sh, buni yozib olsam, bizga x plus 3 teng 2 ning ning 4 darajasi bo'ladi. X plus 3 teng 2 ning 4 darajasi 16 ga teng. X topib olsam 16 dan 3 ayrilma bo'lib o'tadi. X bizga 13 ga tengligi kelib chiqadi. Xo'sh, endi bizga mana bunday misol berilgan bo'lsa, masalan, xo'sh, ko'rsak, logaritm emas, LJ deylik. LJ bizga x ning kvadrati plusdan 2x pi minusdan 3 teng LJ masalan x minus 3 berilgan bo'lsa, bu tenglamamiz bizga ko'rinib turibdi. Mana ikkinchi tenglamamizga o'xshab ketyapti. Mana bu tenglamamizga. Xo'sh, buni birinchi navbatda fx da jx ga tenglab olar ekanmiz. Mana buni bunga tenglab olib, keyin bularni katta 0 dan katta deb ishlab qo'yganmiz, chunki aniqlanish sohamizga tushishi kerak. Xo'sh, buni yozib olsam, x ning kvadrati plusdan 2x minusdan 3 teng birinchi holatda x minus 3 ga teng bo'lishi kerak ekan. Keyingi holatimiz x ning kvadrati plusdan 2x minus 3 0 dan katta va x minus 3 ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi ishlab olsam, bu yerdan minus 3 lar qisqarib ketar ekan, bu yerdan kelib chiqadi x ning kvadrati plusdan x teng 0 ga tengligi. Bu bizga x ni chiqarib olsam, menga x plus 1 bo'ladi, bu ham teng 0 ga. Bundan kelib chiqadi x teng 0 va x teng minus 1. Lekin biz hozir ishlamas turib mana bu tengsizliklarni ularni ildiz deb ayta olmaymiz. Biz mana bu tengsizliklarni ishlashimiz kerak.
Bu tengsizlik masalan x'ning kvadrati plyusdan 2x minusdan 3 noldan katta bo'lishi kerak. Buni qiymatlar bilamiz. Minus 3/1 bo'ladi. Minus 3/1 mana bu nuqta. Endi buni integral olsam musbat manfiy musbat bo'ladi. Bizga musbat mana bu oraliqda bo'ladi. Keyingi holatimiz. Mana bundan agar x olsam x katta 3 dan bo'ladi. Bu 3 oralig'imiz mana bu yerda 3 dan katta oraliq mana bizga mana bu holat bo'lib qoldi. Bizga javob hozirchalik 3 dan cheksizlikkacha 3 dan katta qiymatlarini men javobga olishim kerak. Qarayman, mana bu 0 qiymati shu oraliqda tegishlimi? Yo'q, tegishli bo'lmaganligi sababli 0 javob kirmaydi. -1 ham bizga javobga kirmaydi. Bizga ko'rinib turibdi, tenglamamiz biror bir qiymatga ega emas, biror bir yechimga ega emas. Bu bizga bo'sh to'plam bo'ladi. Shu bizga logaritm mavzusi edi. Endi misollar tariqasida IDC kitobini ishlab ko'ramiz. IDC savollar to'plami bor. Xo'sh, masalan bizga birinchi 7-savolimizga aytgan fx teng shunaqa tenglam berilgan ekan. Lj x kvadrat minus 2x plyusdan 1/1 ning eng kichik qiymatini toping degan. Xo'sh, birinchi navbatda biz fx teng Lj mana bu x ning kvadrati minusdan 2x plyusdan 1/1 ni men x minus 1 ning kvadrati plyusdan 1000 deb yozib olaman. Chunki buni ochib qilsam x ning kvadrati minusdan 2x plyusdan 1 ga 1000 ni qo'ysam 1001 deb beradi. Endi mana buning eng kichik qiymati bizga 0 ga teng. 0 ga tengligi ma'lum. Endi bizga eng kichik qiymatini so'ragan. Bundan kelib chiqadiki, logaritm 10 asosga ko'ra bo'ladi. Chunki Lj degan 10 asosga ko'ra mana bu 0 ga 1000 ni qo'shaman, 1000 ga teng bo'ladi. Bu ham bizga 10 ning 3-darajasiga to'g'ri keladi. 3 oldiga chiqsa bizga logaritm 10 asosga ko'ra 10, bu ham 1 ga teng. 1 da 3 qo'ysam 3 ga teng kelib chiqadi. Mana bizga javobimiz 3 ekan. Xo'sh, endi keyingi savolimizga o'tsak. Keyingi savolimiz shunday degan, sonlarni o'sish tartibida yozing dedi. Xo'sh, endi bizga sonlarni o'sish tartibida degan, masalan bizga a teng logaritm 7 asosga ko'ra 6 berilgan. Keyingi misolimizda esa b teng logaritm 4-ildizosiga 7 berilgan. Bu 4-ildizosiga 7 ni ham 7 ning 1/4 ko'rinishda yozish mumkin. Mana bu ildizos 3 ni esa 3 ning 1/2 ko'rinishda yozsam, endi bizga mana bu 3 ning darajalari va 7 ning darajasi bizga oldiga tushadi. Bundan kelib chiqadi, bu 3 darajasi suratda qoldi, 7 darajasi mahrajda. Bizga logaritm endi 7 asosga ko'ra 3 bo'lib qoldi. Bu qisqarib ketadi, bizga 2 ni beradi. 2 logaritm 7 asosga ko'ra 3 bo'ladi. Endi mana bu 2 endi 3 ning darajasiga kiradi. Logaritm endi 7 asosga ko'ra 3 ning kvadrati bizga 9 ga teng bo'ladi. Mana bizga b'si bizga logaritm 7 asosga 9 bo'ldi. Xo'sh, endi keyingisini ham xuddi mana bunday ko'rinishga keltirmoqchiman. Logaritm 7 asosga 6 ga keltirib olamiz. Shunda osonroq o'sish tartibida yozishimiz mumkin. S teng masalan keyingisi 3-si. Logaritm 343 asosga ko'ra 217 berilgan ekan. Xo'sh, bizga logaritm 343 ham bizga 7 ning 3-darajasiga to'g'ri keladi va 217. Mana bu endi bizga 1/3 logaritm 7 asosga ko'ra 217 bo'ladi. Bundan topib olsam, endi logaritm 7 asosga ko'ra mana bu 1/3 buni darajasiga chiqadi. Bu bizga ko'pincha ildizosiga 217 ga teng bo'ladi. Teng logaritm endi 7 asosga ko'ra 217 dan bizga 6 dan kattaroq, masalan 6/2 chiqadi deb tasavvur qilsak, endi biz logaritm 7 asosga ko'ra bir xil hammasida mana ko'ryapmiz.
Endi buni ko'rsatkichlarini ko'ramiz. Ko'rsatkichlarni. Bu bizga ko'rsatkich birinchisi 6 ekan, ikkinchisi 9 ekan, uchinchisi esa 6,2. Endi o'sish tartibida yozing degan, kichigidan kattasiga boradi. Eng kichigi bizga a logaritm 7/6, keyingisi bizga c va keyingisi b bo'lar ekan. Mana bizga a c b ko'rinishda bo'lar ekan. Yoki buni a o'sish tartibida yozsak, a c b deb ko'rinishda yozib qo'yishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda bizga f teng ln 7x taqsim 4 berilgan ekan, funksiyaning teskarisini toping degan. Xo'sh, birinchi navbatda bu yerga misolni yozib olsak, fx teng ln 7x taqsim 4 bo'lyapti. Buni 4 dan mahraj bersak, bu yerdan ln 7x ni topib olsam, menga 4fx bo'ladi. Bizga ln ham bizga logaritm y asosiga ko'ra 7x, bu ham teng 4fx bo'ladi. Endi bu yerdan 7x teng mana bu 4fx y ni darajasi chiqadi, 4fx ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yerdan x ni topib olsam, menga y darajasiga 4fx taqsim 7 ko'rinishda bo'ladi. Endi buni shakllantirib olsam, teskari funksiyaga x ni y deb olamiz. Bundan kelib chiqadiki, y teng y darajasiga 4x taqsim 7 bo'lar ekan. Mana bizga teskarisi topildi. Bu ham bizga y darajasi 4x taqsim 7. Xo'sh, mana bizga a javobda turgan ekan. Keyingi savolimiz, ikkinchi savolimiz ekan. Logaritm 2 x ni kvadrat minus 2x ni 3 tenglamani yeching degan. Xo'sh. Endi birinchi tenglamamizni yechishda mana bu xoslarni eslaymiz. Logaritm a asosiga ko'ra fx teng anaqada b bo'lib qolsa, bu ham bizga fx teng a ning birinchi darajasiga chiqadi. Ko'rinishda yoziladi. Mana shu holatdan foydalanamiz. Endi bizga fx o'rniga bizga x ning ko'rinib turibdi, mana x ning kvadrati minus 2x berilgan. X ning kvadrati minus 2x teng mana bu 2 ning darajasida 3 bo'ladi. Xo'sh, 2 ning darajasida 3. Xo'sh, endi x ning kvadrati minus 2x, bu bizga 2 ning kubi 8 ga teng. 8 ni ham bu yoqqa o'tkazsam minus 8 teng 0. Bundan kelib chiqadiki, ildizlari minus 2 4 ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bizga funksiyamiz minus 2 4 ildizlari bo'lar ekan. Bu bizga C javob. Xo'sh, navbatdagi savolimiz. 5-chi savolimiz ekan. Logaritm 2x ning kvadrati plus logaritm 2x minus 6 teng 0 tenglamani ildizlari ko'paytmasini so'ragan. Xo'sh, birinchi navbatda ko'rinib turibdi. Logaritm 2x berilgan. Buni men logaritm 2 asosiga ko'ra x ni t deb belgilashga kiritib olaman. Bu bizga t ning kvadrati plusdan mana bu kvadratga oshirib olsam, menga logaritm 2 asosiga ko'ra x ning kvadrati t ning kvadrati to'g'ri keladi. Shu logaritm 2 asosiga ko'ra x ning kvadrati o'rniga t ning kvadratini qo'yib olaman. Plusdan t minusdan 6 teng 0 ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, buni ildizlari t1 teng minus 3 bizga 2 ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, birinchi holatimizda logaritm 2 asosiga ko'ra x ni t deb belgilashga kiritgan edim. Bundan logaritm 2 asosiga ko'ra x teng minusdan 3 ga teng. Keyingisi esa logaritm 2 asosiga ko'ra x teng 2 ga teng. Xo'sh, bu yerdan endi x ni topib olsam, bu 2 ning darajasi minus 3 bo'ladi. Bu ham x teng 1 taqsim 2 ning kubiga 8 ga teng. Birinchi qiymati mana 1 taqsim 8 chiqdi.
keyingi ildizni ko'rsak, logaritm 2 x teng 2 ekan. Bu bizga x teng 2 ning kvadrati bo'ladi. Bu ham bizga 4 ga teng. Endi bizga logaritm ildizlari tenglaman ildizlar ko'paytmasi so'raganligi sababli x1 ga x2 ni ko'paytiraman. x1 ning qiymati 1/8 ga teng, x2 ning qiymati 4 ga teng. Bular qisqarib ketadi, bizga 1/2 bo'lar ekan. Javobimiz 1/2. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda 7 ning darajasiga 2 plyusdan logaritm 7 x teng 98 berilgan ekan. Xo'sh, birinchi navbatda bu yerda yozib olsam, 7 darajasiga 2 plyusdan logaritm 7 x teng mana bizga 98 berilgan ekan. Buni 7 ni kvadratini yozaylik 98 ni. Mana buni ko'paytma yig'indi ekan, buni ko'paytma ko'rinishda yozib olsam bo'ladi. Bu 7 ning kvadrati ko'paytirilgan 7 darajasida logaritm 7 x bilan ko'paytirish bo'lsa darajalar qo'shiladi. Shu xossadan ketdi. Bu ham teng 98 ga. Bizga 7 ning kvadrati bizga 49 ga teng. 49 bunga bo'linma bo'lish ko'rinish o'tsa 7 logaritm 7 x teng bizga 98 ni 49 ga bo'lsak 2 ga teng bo'ladi. Endi mana bu bizga bilamiz 7 x bilan o'rni almashadi. Bu x endi asosga tushadi. X darajasiga logaritm 7 bo'ladi. Bu ham teng 7 ga teng. Xo'sh, mana bizga logaritm 7 1 deb beradi. X darajasi 1 teng 7. 2 ga mana bu uzr. X teng 2 degan javob bizga bo'lar ekan. Bu 2 ham mana B javob. Xo'sh. Navbatdagi savolimiz. Logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 5/6 teng logaritm 1/3 asosiga ko'ra 10/x minus 3 tenglamani yeching degan. Xo'sh. Biz ko'rinib turibdi. Asoslari 3, bunga 1/3 ko'rinishda berilgan. Buni men logaritm 3 asosiga x minus 5/6 ni yozib olib, mana bu 1/3 ni man logaritm 3 ning minus 1 darajasi va 10/x minus 3 ko'rinishda yozsam bo'ladi. Endi bu yerdan logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 5/6 teng mana minus 6 ga tushadi. Mana buning darajasi keladi. Bizda bu logaritm 3 asosiga ko'ra buni 10/x minus 3 ning endi minus 1 darajasi bo'lib ko'rinishda yozib qoladi. Xo'sh, endi biz x minus 5/6 ni teng deb olaman. Buni minus 1 darajasi endi x minus 3/10 ga teng. Buni endi ishlayman. Bu yerdan 10 ni ko'paytirib chiqsam 10x minusdan 10 dan maxraj bilamiz. Shu yerdan 30 ni olaylik, 10 maxraj qilib 30 ni olsak bunga 5 dan, bunga esa 3 dan maxraj beramiz. Bu yerdan endi xo'sh. Bu yerda endi 5 ga ko'tarib chiqsam buni 5x minusdan 25 teng 3x minus 9 bo'ladi. 3x bu yoqqa o'tkazsam 2x bo'ladi. 2x ni 25 dan 9 ni ayirsam 16. Bundan x teng 8 ligi tenglik kelib chiqar ekan. Mana javobimiz bizga 8 bo'lar ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz, navbatdagi savolimizni ko'rsak. Bizga logaritm 2 asosiga ko'ra x ning kvadrati plyusdan logaritm 2 asosiga ko'ra x plus 7 ning kvadrati teng 2 logaritm 2 asosiga ko'ra 10 berilgan ekan. Xo'sh, bu tenglamamizni mana bu x ning darajasidagi kvadratni oldiga tushirib olamiz. Oldiga tushirib olsam oldiga tushirib olsam, shunday qilmaymiz. Mana bu bizga
yig'indi bo'lsa ko'paytma ko'rinishda yozib olsak bo'ladi. Logaritm 2 asos ko'ra endi x ning kvadrati ko'paytirilgan endi x plus 7 ning mana kvadrat ko'rinishda yozsak bo'ladi. Chunki yig'indi bo'lsa bizga ko'rsatkichlari ko'paytiriladi logaritmni. Teng mana bu endi 2 uni darajasiga chiqadi. Buni bilamiz. Logaritm endi 2 asos ko'ra 10 ning kvadrati 100 ga teng. Endi bularni x ning kvadrati ko'paytirilgan x plus 7 ning kvadratini men x ko'paytirilgan x plus 7 ning kvadrat ko'rinishda yozaman. Umumiyroq kvadrat ko'rinishda yozsam, bu bizga 100 ga teng. 100 ham bizga 10 ning kvadratiga teng bo'ladi. Xo'sh, buni ikkita holatda ochaman. X ko'paygan x plus 7 birinchi holatda 10 ga teng bo'lishi mumkin. Bu teng bo'ladi. X ko'paytirilgan x plus 7 ikkinchi holatda minus 10 ga teng bo'ladi. Buni ochib chiqsam, bu bizga x ning kvadrati plusdan 7x minusdan 10 teng 0 bo'ladi. Bundan ildiz minus bizga bundan ildiz chiqmas ekan. Xo'sh. Buni diskret topsak 49 plusdan 40 bo'ladi. Bu bizga 89 ga teng bo'ladi. Bundan x1 minus 7 plusdan 89 taqsim 2 va keyingi ildizimiz x2 teng minus 7 minus 89 taqsim 2 ko'rinishda bo'ladi. Bu holatdan tursin, keyin tekshirib ko'ramiz, ham qaysi bizga ildiz bo'la oladi. Buni ishlab olsak, x ning kvadratini ochib chiqsam plusdan 7x, bir minus 10 u yoqqa o'tgandan keyin plus 10 teng 0. Bundan endi ildizlari minus 5 u 2 bo'ladi. Minus 2 bo'ladi. Endi mana bu bizga 0 dan katta. 0 dan katta bo'lganligi sababli mana bu bizga x ning minus 2-si mana bu holatda buni yechimi bo'la olmaydi, chunki x da biz 0 dan katta deb olsak, chunki 2 oldiga chiqib qolsa bizga logaritm 2 asos ko'ra x bo'ladi. Bu bizga minus 2 ning kvadrati. Bizga bu minus 2 javob kirmaydi. Mana bu minus 5 ham javob kirmasa, xo'sh, uzr bu javobga kiradi, adashyapman. Chunki bizga kvadrati berilgan ekan. Chunki x ning kvadrati va x plus 7 ning kvadrati, chunki bular musbatga aylantiradi. Buni ildizlari yig'indisi, birinchisini tengman ildizlari yig'indisi bizga minus 7 ga teng bo'ladi. Buniki esa buni ham ildizlar yig'indisi x plus x2 yig'indisi, bu ham minus 7 ga teng bo'ladi. Umumiyroq bizga yig'indisi hammasini. Xo'sh, x2 plus x3 plus x4 ning yig'indisi minus 14 ga teng bo'lar ekan. Bizga bu A javobga turgan ekan. Xo'sh, tushundik. Xo'sh, keyingi savolimizni ko'rsak. Logaritm izosi x asos ko'ra 1 taqsim 2 ga teng minusdan 3 taqsim 4 berilgan ekan. Buni biz mana bunday holatda ko'rsak. Birinchi holatda logaritm yozib olsam, izosi x asos ko'ra 1 taqsim 2. Shu 1 taqsim 2 ni ham men 2 ni minus 1 darajasi ko'rinishda yozib olaman va minus 3 taqsim 4. Bu minus 1 oldiga tushadi, bunga bo'linma bo'lib o'tsa, bizga logaritm izosi x asos ko'ra 2 teng 3 taqsim 4 ko'rinishda bo'ladi. Buni endi biz 2 teng ildizosi x ning darajasida 3 taqsim 4 ko'rinishda bo'ladi. Chunki mana bu ildizosi x bizga uni asos vazifasini bajarib bu darajaga o'tadi. Xo'sh, buni biz darajada oshirsak, bu ildizosi x degan x ning 1 taqsim 2 darajasi va 3 taqsim 4. Bundan kelib chiqadi 2 teng x darajasida 3 taqsim 8 ga teng bo'ladi. Bundan ikki tarafdan 3 taqsim 8 ildiz olsam, menga buni darajasida xo'sh,
ne qilamiz? Buni 8/3 ga ko'paytirib olsam, 8/3 ga ko'paytirsam, bu 8 ga qisqarib 3 ga qisqarib ketadi. Bizga x beradi. X teng 2 darajasi 8/3 bo'lar ekan. Bu bizga mana ko'rinib turibdi. D javobda turgan ekan. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda logaritm 7 x minus y plyusdan logaritm 6 x plus y teng 1 va x ning kvadratda minusdan y ning kvadratda 1 ga teng 7 ga teng ekan. Bizga x kvadrat plyusdan y ning qiymatini toping degan. Xo'sh, birinchi navbatda biz mana bu x kvadrat minusdan y ning kvadratini 2 ga ajratib olaman. X minus y va bizga x plus y ko'rinishda bo'ladi. Mana bu x ning kvadrati va y ning kvadrati. Bu ham teng 7 ga teng ekan. Bu yerda endi x plus y ni topib olsam, 7 mana bu x minus y bunga bo'lma ko'rinishda bo'ladi. Mana x plus y teng 7 taqsim bizga x minus y bo'ldi. Endi mana bularni x plus y o'rniga men qo'yib chiqaman. Bundan kelib chiqadi bizga logaritm 7 x minus y plyusdan logaritm 6 7 taqsim x minus y ko'rinishda bo'lyapti. Teng, bu ham 1 ga teng. Endi bu yerdan mana buni men xo'sh logaritm 7 xo'sh x minus y ko'rinishda yozib olsam, xo'sh shunday qilaylik-da. Xo'sh, chiqaylik. Shundan x minus y topib olaylik. X minus y topib olsam, menga 7 taqsim x plus y ko'rinishda bo'ladi. Endi men shu 7 taqsim x plus y ni mana bu x minus y o'rniga qo'yib chiqaman. Bundan bizga logaritm 7 x minus y o'rniga 7 taqsim x plus y ni qo'yib olsam, plyusdan logaritm bizga endi 6 x plus y, bu ham teng bizga 1 ga teng. Xo'sh, buni ikki ko'rinishda yozsam bo'ladi. Logaritm 7 7 bo'limi bo'lsa, bu ayirma ko'rinishda yozsam bo'ladi. Logaritm 7 x minus x plus y ko'rinishda, keyin plyusdan logaritm 6 x plus y bo'ladi. Bu ham teng 1 ga. Mana bu bizga logaritm 7 7 1 deb beradi. Bu 1 bilan bu yoqdagi 1 qisqarib ketadi-da. Mana bu logaritm 7 x plus y u yoqqa o'tkazib olsam, bu yerdan bizga logaritm 6 x plus y teng logaritm 7 x plus y ko'rinishda bo'ladi. Buni endi buni qachon logaritm 6 x plus y logaritm 7 x plus y qachon teng bo'ladi? Faqat bizga bular x plus y faqat 1 ga teng bo'lgan holatda bizga bu o'rinli. Chunki 1 ga teng bo'lsa, bizga logaritm 6 ham 0 ga teng va logaritm 7 1 ni qo'ysak 1, bu ham 0 ga tengligi ma'lumladi. Shu holatda bizga x plus y 1 ga tengligi kelib chiqdi. Xo'sh, endi x plus y o'rniga qo'yib olsam, menga x minus y teng 7 ga tengligi kelib chiqadi. Endi bu x plus y teng 1 bilan x minus y teng 7 ni men sistema qilib ishlayman. Buni qo'shib olsam, menga bundan 2x teng 8, bundan x topib olsam 4 ga tenglik kelib chiqadi. 4 ni olib qo'ysam x o'rniga, menga y teng minus 3 ga tengligi mana kelib chiqadi. Endi bizga x ning kvadrati plyusdan y ning qiymatini so'ragan. Bu x ning kvadrati ham bizga 1 ga teng. X ning kvadrati 4 ga teng ekan. 4 ning kvadrati plyusdan
minus 3 ning kvadrati. Bu bizga 16 ga 9 ni qo'shamiz, 25 ga tengligi kelib chiqdi. 25 ga teng ekan. Mana javobimiz 25 ekan. Xo'sh, navbatdagi savolimizni ko'rsak. Keyingi savolimizda x ning kvadrati plyusdan 1 darajasi logaritm 5 x minus 2 teng logaritm x ning kvadrati plyusdan 1 ning darajasi 3 logaritm x minus 6 tenglamani haqiqiy izzat ko'paytirmasini toping degan. Xo'sh, birinchi holatda qarayman. Mana bu asoslar har doim musbat. Bu holatda bizga darajalar tenglashtirib olsam bo'ladi. Bundan logaritm 5 asosga ko'ra x minusdan 2 teng 3 logaritm 5 asosga ko'ra x minusdan 6 ko'rinishda bo'ladi. Buni bu yoqqa o'tkazib olsam, menga minus 2 logaritm 5 asosga ko'ra x teng, minus 2 bu yoqqa o'tkazsam plus 2, minus 6 2 ni qo'shsam minus 4 ga teng bo'ladi. Bu yerdan topib olsam logaritm 5 asosga ko'ra x teng 2 ga tenglik kelib chiqadi. Endi bizga logaritm 5 asosga ko'ra x teng 2. Bu bizga x teng 5 ning kvadrati. Bu ham bizga 25 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Mana javobimiz 25 ekan. Xo'sh, keyingi savolimizni ko'rsak. Xo'p, keyingi savolimizga x ning kvadrati logaritm 2 asosga ko'ra x minusdan 4x shu tenglama berilgan ekan. Shu tenglama nechta haqiqiy ildizga ega degan. Xo'sh, birinchi navbatda bu ikkalasidan biz x ning kvadratini chiqarib olsam, menga logaritm 2 asosga ko'ra x minusdan 4 ko'rinishda bo'ladi. Endi bundan esa men minusdan 4x ni chiqarib olsam, menga x chiqarib olsam, xo'sh, bu ikkalasini chiqaramiz. Bizga bu yerdan minus 4x chiqarsam logaritm logaritm 2 asosga ko'ra x bundan ham minusdan 4 qoladi. Bu ikkalasidan endi 3 ni chiqarib olsam, bu yerdan ham logaritm 2 asosga ko'ra x minusdan 4 qoladi. Bu ham teng 0 ga teng. Umumiyroq qilib hammasidan biz logaritm 2 asosga ko'ra x minus 4 ni chiqarib olsam, menga kelib chiqadi x ning kvadrati minusdan 4x plyusdan 3 teng 0 ko'rinishidagi tenglama hosil bo'lib qoldi. Har bir 0 ga tenglashtiramiz. Logaritm 2 asosga ko'ra x teng 4. Keyingi holatimiz x ning kvadrati minusdan 4x plyusdan 3 teng 0. Bu yerdan bizga mana bu 2 ni 4 darajasi bizga 16 ga teng kelib chiqadi. X 16 ekan. Bu holatdan bizga ikkita ildiz chiqadi. Bu ham bizga 1 u 3 bo'lar ekan ildizlarimiz. Mana bizga tenglamamiz ildizlar kelib chiqdi. Tenglama nechta haqiqiy ildizga ega degan. Tenglamamiz ko'rinib turibdi. 3 ta haqiqiy ildizga ega ekan. Bu ham bizga D javob ekan. Xo'sh, keyingi savolni ko'rsak. Keyingi savolimiz 5 darajasi y teng 8 va 5 darajasi x teng 16 berilgan ekan. Biz x plus y taqsim x minus y topib olishimiz kerak ekan. Xo'sh, birinchi navbatda bu ikkita tenglamani bir-biriga ko'paytiraman. Chunki hozir ko'ramiz, 5 darajasi x ko'paytirilgan. Endi mana 5 darajasi y bizga 5 darajasi x ko'paytiriladi. 5 darajasi y teng 8 endi 16 ga ko'paytiriladi. Bu tenglamamiz bunga ko'paytiriladi. Xo'sh, endi ko'paytirish bo'lsa bilamiz, darajalar qo'shiladi. Bu ham teng 8 bu 2 ni kubiga keladi. 16 esa 2 ni 4-siga 4 bo'ladi. X teng logaritm x plus y darajasi teng, bu bizga 2 darajasi 7 bo'ladi. Ikki tarafda logaritm 5 asosga ko'ra olayorsam, menga x plus y teng logaritm 5 asosga ko'ra 2 ni 7-siga teng bo'ladi.
Xo'sh, buni ham 7 ni oldiga chiqarib olsam, menga 7 logaritm 5 asosiga ko'ra 2 bo'ladi. Mana x plus y qiymati kelib chiqdi. Keyingi holatim men endi bularni bo'laman. Buni bunga bo'laman. Bo'lsam 5 darajasi x taqsim 5 darajasi y teng 16 taqsim 8 bo'ladi. Bu bizga darajalar ayriladi. X minus 5 da x minus y darajasi teng 16 ni 8 ga bo'lsam 2 ga teng bo'ladi. Buni ham ikki tarafda logaritm 5 asosiga olayotsam, menga x minus y teng logaritm 5 asosiga ko'ra 2 liga kelib chiqadi. Endi qiymatlarni qo'yib yuboraman. X plus bizga so'ragan x plus y taqsim x minus y so'raganlik sababi x plus y o'rniga 7 logaritm 5 asosiga ko'ra 2 ni qo'yaman. X minus y o'rniga esa logaritm 5 asosiga ko'ra 2 ni qo'ysam, logaritm 5 asosiga ko'ra 2 ketadi. Buning qiymati 7 ga tengligiga kelib chiqadi. Bu 7 bizga mana D javobda turibdi. Xo'sh, keyingi savolimiz. Keyingi savolimizda bizga x ning kvadrati minus 8x shu tenglaman yeching degan. Bu holatimizda biz har birini 0 ga tenglashtirib olaman va mana bu logaritm 5 asosiga ko'ra x minus 6 dan aniqlanish soha olaman. Aniqlanish sohasi bizga ko'rsatkich mana bu x minus 6 bizga 0 dan katta bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadi x katta 6 dan. Tenglama ildizlari chiqadi. Shu tenglama ildizlardan men 6 dan katta ildizlarni olaman. Xo'sh, endi buni har birtasini 0 ga tenglashtsam, menga x ning kvadrati minus 8x plus 7 teng 0 teng 0. Xo'sh, teng 0 va logaritm 5 asosiga ko'ra x minus 6 ham bizga 0 ga teng. Xo'sh, bu yerdan ikkita ildiz chiqadi. Bu ildizlari bizga 7 bo'ladi. 7. Bundan esa x minus 6 teng, bu bizga 5 ning 0 darajasi. Bu ham teng 1 ga teng bo'ladi. Buni x ni topsam, menga 7 ga teng kelib chiqadi. Qarayman, menga 1 ko'rinib turibdi 6 dan kichik, chunki aniq sohasiga tushmaydi bu. Bu bizga kirmaydi javobga, 7 esa javob kiradi. Ikkalasida ham umumiy yechim 7. Bizga bu bitta ildizga ega. Tenglamamiz bitta haqiqiy ildizga ega bo'lar ekan. Shuning bilan shu bizga logaritm funksiyasi va tenglamalar edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.